Asli biz yo'q edik. Bor bo'ldik. Tosh, tuproqqa o'xshash jonsiz maxluq bo'lishimiz mumkin edi. Ammo undoq bo'lmadik. Hayot sohibi bo'ldik. Hayot sohiblari ichida daraxt va o'simliklarga o'xshash bir o'simlik bo'lishimiz mumkin edi. Ammo undoq bo'lmadik. His tuyg'uliq bir jonliq bo'ldik. His tuyg'uliq jonliqlar ichida bir hayvon bo'lishimiz mumkin edi. Lekin undoq bo'lmadik. İnsan bo'ldik. İnsanlar ichida o'tqa cho'qinadigan bir majusi, kalaga cho'qinadigan bir hinduz va yoki butqa sajda qiladigan bir butparast bo'lishimiz mumkin edi. Lekin undoqmi bo'lmadik. Allohni tonidik. Uningga ishondik. Allohga ishonganlar ichida Allohning bolasi bor degan Hristiyan va Yahudi bo'lib Allohning g'azabiga uchrashimiz mumkin edi. Ammo undoqlardan bo'lmadik. Allohga shukrlar bo'lsinki, Allohni yakki yegona deb toniydigan musulmon bo'ldik. Musulmonlar ichida payg'ambarlarning sultoni, Allohning habibi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lish sharafiga noil bo'ldik. Buncha ko'p ne'matlarga qarshi Allohga nima berdik? Hech narsa bermadik. Bu minnatsiz, tangdossiz ikrom va ihson bilan qilingan ne'matlar ichida Allohning badalsiz ne'mat berguchi sifati bo'lgan Al-Vahhab sifati tajalli qilmoqda. Demak, biz erishgan moddiy va ma'naviy narsalarning hammasi Allohning Al-Vahhab sifatining tajallisidir. Ne'matlardan ne'mat berguchini tonib shukr qilish, san'atdan buyuk san'atkor zotni ko'rib hayronlik va muhabbat bilan sajda qilish aqlimizning talabidir.